Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Men yana Farg'ona viloyati Dang'ara tumanida yashovchi fuqaro Usmon Muzaffar Mahmudovичman. Hurmatli yurtdoshlarim, bugun 2025-yilning 24-noyabr kuni men Farg'ona viloyatining hokimining shu fuqarolardan murojaat oladigan bo'limga xonadonimdan 90 kilometr kelishga majbur bo'ldim. Sababi bu oddiygina bir kichkinagina asoslangan, isbotlangan murojaat. Bu bizning Dang'ara tuman hokimi Shuhratjon Tojihakimov buni bir natijasini bermay bizni salkam 3 yildan beri bor otangga bor onangga qilib o'zini tuman hokimligini vazifasini bajara olmay, kuch-qudrati pastligini bildirib shuncha kuni o'tkazib bizni shu mana shu Farg'ona viloyati murojaatlar bilan ishlaydigan shu hokimlikda ishlovchi mutaxassis Odilbek Xushvaqtga shu biz hozir Farg'ona viloyati Dang'ara tumanining Mulkobod MFI Qaypoq qishlog'ida yashovchi Mamatovaga menga ishonchli vakil qilib, ishonchlanma davlat notariusi tomonidan berilgan bu ayolni turgan joyini o'zga fuqarolar o'zlashtirib egallab olgan holatini men tuman hokimiga necha marotaba qabuliga kirdim, aytdim. Oxiri va nihoyat tuman hokimi yutib bizni qabulga ham shu kirishdan bezdirgizib yubordi. Lekin mana bizning yurtboshimiz Shavkat Miromonovich qancha kuyib yonib hokimlarga qancha topshiriqlar bajariladi, lekin bu topshiriqlarni bizning Dang'ara tuman hokimi Shuhrat Tojihakimovni bu olib boryapti turgan prezidentimizni nima topshiriqlarni bajarganini bu Shavkat Miromonovich nima uchun e'tiborga olishmayapti, men hayratda qolaman. Mana yurtboshimiz Shavkat Miromonovichni shu O'zbekiston Respublikasini prezidenti bo'lib ish boshqarib turganiga mana necha marotaba prezident bo'lib men o'zimni nomimdan ularga ishonchli bo'lib saylovlarda qatnashdim. Lekin mana bu Shavkat Miromonovichga men savolim, nima sababdan bu Dang'ara tuman hokimi Shuhrat Tojihakimovni nima sababdan nazorat qilmaydi Shavkat Miromonovich? Va nihoyat mana hozir bu Farg'ona viloyat hokimi Xayrullo Bozorovning hozir qabuliga kelib shu arzimagan ish o'zimizni Farg'ona viloyatining Oltin vodiyda kirib keladigan hudud 183 ming aholini boshqarib turgan Shuhrat Tojihakimov bajara olmagandan men xonadonimdan shuncha vaqt o'tkazib mana soat 16 dan o'tgandan so'ng men hozir bu yerga kelib bu joyda ajratib berish haqida Farg'ona viloyat hokimi Xayrullo Bozorov nomiga ariza qoldirdim. Lekin bular ishchi guruh 7lik deydimi, bu allambalo narsalarni yig'ib borib, haqiqatan bu 1950-yilda tug'ilgan Shodmonoy opaga zovurni ustidan joy ajratib beribdi. Qanday o zovurni ustiga uy qurish yo bino qurish mumkin? Buni o'sha bizni Dang'ara tuman kadastr deydimi, arxitektor deydimi, mahalla raisi deydimi, bularni sal bilmayman, oliy toifalik bu tashkilot rahbarlari bu holatga nimaga bundaqa sovuqqon munosabat beryapti? Qani endi bu murojaatimni, qani Farg'ona viloyat hokimi Xayrullo Bozorov, bu sizni men shaxsan telegramingizga ham tashlab qo'yaman. Qolaversa bugungi 2025-yilning 24-noyabr kuni men bugun buni YouTube'ga qo'yaman. Qani hurmatli yurtdoshlar, kommentariyada o'z so'zlaringizni, yomon so'zlar yozmasdan o'zlaringiz Dang'ara tumani hokimi haqida munosabatlaringizni kutib qolaman. Qani lekin yaxshi munosabat berganlarni bilingki, bular shu tuman hokimligida ishlaydigan ishonchli shu hokimlik tashkilot rahbarlari bo'lsa kerak. Men necha marotaba kirdim bu Shavkat Miromonovich
Bu sizni ishonchli vakilingiz Dang'ara tuman hokimi Shuhrat Toji Hakimning qabuliga. Qani qaysi meni murojaatim bu sizni qo'l ostidagi hokimingiz yakuniy hal qilib berdi bironta ishimni. Nimaga buni siz Shavkat Miromonovich himoya qilib yuribsiz? Nimaga bundaqa sovuq tuman hokimlarini siz nazorat qilmaysiz? O'zingiz aytgansiz. Senga xalq baho beradiganingiz uchun men shu so'zni bemalol gapiryapman. Hech cho'chimasdan, jirkanmasdan gapiryapman. Sabab bu tuman hokimni men bundaqangi kechirasiz 8-tuman hokimini men hayotimda endi bundaqa tuman hokimini ko'rishim. Nechta sobiq hokimlarni ko'rdim. Bunday hokimni, bundaqa uddobron hokimni men endi ko'rishim. Qani Xayrullo Bozorov, bunga siz qanday munosabat berasiz? Lekin bu bizning tuman hokimimiz Shuhrat Toji Hakimov, bu sobiq viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning davrida bu tuman hokimi bo'lib kelib qolgan. Lekin qani bu Shuhrat G'aniyevning davridagi tuman hokimlari qani qaysi birlarligini bilib olinglar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar yurtdoshlarim.